أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Sağdaşlar, bugün kitabımızınki 3. faslı Ahval el-Musnad'ninki 8. türü Tenkirul Musnad degan babga keldik. Biz oldingi soatlik darslerimizda musnadga munosabatlik musnad bo'lakni tashlash va so'zlash, mufrat shaklda keltirish, fe'l shaklda kelishi, ism shaklda kelishi, fe'l shaklda kelgan vaqtda uni har xil aloqador bo'laklar bilan qaydlash haqida to'xtalib, bugungi darsimiz Tenkirul Musnad to'xtadi. Biz bunun oldida musnadning ahvolini so'zlab kelib, musnadga o'xshashla zikri, hazfi, ta'rif, tankir, taqdim, ta'xir qatorliq ahvollarni so'zlab o'tgan. Va shu yerda biz musnadda so'zlagan ahvollarning tamoman asosan prinsip jihatdan jumlaning boshqa bo'laklarida bor. Mayli musnad bo'lsin yoki mutaalliqatul fi'l bo'laklar bo'lsin, boshqa bo'laklardami o'rtaq tepiladiganligi haqida bir so'zlarni deganda qilgan. Yani biz bugün del şu musnadda so'zlangan tankirninki musnaddagi ahvolini so'zlaymiz. Bu gapni deyishimizning sababi o'quvchilarimiz shu musnadda so'zlagan vaqtdagi tankirga munosabatli ahvollarni bir aslab o'sadigan umidda musnadni nakira qilish, onun birligini ifodalash, nav'iyatni ifodalash, taksirini ifodalash, ta'zimni ifodalash, taqlilni ifodalash qatorliq bir muncha itiboratlavatdi, nazarlar, qarashlavatti. Shu qarashlarning hammasi tugudek musnadda ham keladi. Ammo musnad bilakning vazifasi musnad bilakka o'xshamagan bo'lg'achqa, shu vazifaga yarasha musnad cümledeki şekli. Mesela aqallisi musnad ma'rif kelsa, musnad nima qiladi? Nakir qiladi. Chunki bir cümlening maqsadi boshqalarga bir ma'noni ifodalash, ya'ni tunishli qo'ygan ma'lum bir tarafning tunishsiz tarafini boshqalarga deb berish. Muhammadni hammalar tuniymiz. Shu Muhammad deb tunishli qo'ygan bilan gap boshlaymiz. Buni biz grammatikada mubtada deymiz, balog'atda jumlaning igi qismini musnad deymiz. Muhammadning o'quvchi ekanligini oldindagi odam uqmaydi. Buningga Muhammad bir o'quvchi deb tunishli qo'ygan bir tarafdan tunishsiz olgan bir ma'lumotni beramiz. U bilmaydigan ma'lumotni bilib olsin uchun beramiz. Ma'noqtidan grammatikaning o'zlamda aytdik, balog'atda ham dedik. Musnad va musnad jumlaning asosiy ikki bo'likininki vazifasi ham o'xshamaydi. U vazifaga yarasha buning jumlada kelish shakli ham o'xshamaydi. Shuning birisi musnad ma'rif kelish asli, musnadning nakir kelish asli. Abtur shunashqa musnad babida musnadni nakir keltirish degan bilan boshlagan bo'lishi mumkin. Tabiiyki xuddi musnadda ma'rif keltirish u asli, uningdan aslidan chiqishni taqozo qiladigan dalil omil yo'q, shuni ma'rif keltiramiz deganda bu yerda shu gapni deyishimiz mumkin. Lekin mencha o'quvchilarimiz uni bilan tushungan bo'lg'achqa Abdur u yerdan boshlamaydim dedi. Ya'ti li iradati adam al-hasr wal-aqd, yani. Amma asli to'g'risi musnadning asli xarakterining nakiri kelishini e'tiborga olmagan bo'lsa, ma'rif keltirishni burun ekansa, andagi nakiri keltirish degan babda ba'zi nuqtalarni texnik aydan tushungan bo'ladi. Chunki musnad nakir kelish asli bo'lgan bir bo'lak jumlada, ma'rif keltirish ma'lum e'tiboratlar ustidan bo'ladi. Masalan, aqallisi ma'rif keltirishda ya alif lamni ma'rif keltiradi, ya ism mavsul, ism ishorat degandek. Ism ishoratla ma'rif keltirish biz musnad deganimizdek sami'ning g'abavatiga ishorat qilish, uni muayyanlashtirish, muayyanligini iddaosi degandek, alif lam bilan ma'rif keltirish, uningki istig'roqni ifodalash, ya turni xarakterini ifodalash, yoki uning ahdi shaklidagi bir ma'lumot ekanligini ifodalash, qatorliq ya uni xos qilish, taxsis qilish, musnadni nakir keltirish, musnadga xos qiladigan bir turlari bor. Shu turlarni ifodalash uchun ma'rif keltiriladi degandan keyin andagi nakir keltirish desa, yuqorqi maqsad muddao yo'q. Musnadni unda ifodalash maqsad yo'q. Şunun tüpeylidən nakir keltirildi, andan keyin to'g'ri bo'ldi. Shunda olsa-mu o'quvchilarimiz mencha bugun dars so'zlaymiz shu musnadni ma'rif keltirishni inshaalloh Alloh nasib qilsa shu jarayonda o'quvchimiz o'rinni almashtirib olsa bo'ladi.
Dağıtıda şunu bu yerde musnadni nekir keltirish hasri ve ahdinin bo'lmasligini iroda qilishligini ma jumla odatdagi jumla bo'lib, birinchidan bu jumlada qasri yo'q. Qasr deganimiz jumlaningki musnad muslay bo'lagining ikkisining birisiga xoslik, ixtisos. Ya muslay musnadga xos, ya musnad muslayga xos. Ya'ni jumlaning egizi ish harakatining egisi shu ish harakatga ham xos. Bu odam shu ishni ham qiladi. Yoki shu ish harakat jumlaning egisiga xoski bu ishni shu odamlar qiladi. Manda shakldagi ma'no iroda qilinmagan vaqtida nekirlik keltiradi. Bu bir. Ikkinchisi ahdi. Ya'ni biz ifodalamoqchi bo'lgan musnad qarshi taraf bilmaydigan, uqmaydigan yangi bir ma'lumot. Uning oldidan ilgari o'tmagan, bizning aramizda aniqmi bo'lmagan bir ma'lumot. Bu yip-yangi ma'lumot degandek bir xil ma'noni ifodalash uchun nekirlik keltiriladi. Masalan, Zaydun katibun va Amrun sha'irun desa, Zayd bir yozuvchi, normal. Bu yerda qandaqdir Zayd yozuvchilarni qiladi, yozuvchiliklarni qiladi demakchi emas yoki yozuvchi Zaydlan demakchi emas. Bu bir. Yoki bo'lmasa Zayd heliq yozuvchi yoki heliq yaxshi yozuvchi demakchi emas. Faqat Zayd yozuvchi. Mushu ma'lumotlar Zaydning yozuvchi ekanligini men so'zlayotgan muxotab qarshi taraf bilmaydi. Shuni qarshi tarafga bildirib qo'yish uchunla musnad bilak nekir keltiriladi. Ya'ni musnad bilak nekir keltirilgan jumlalarda bizning oladigan tushunchamiz bu yerda hasr yo'q, bu yerda ahd yo'q degan tushunchni olsak bo'ladi. Yoki musnadni nekir keltirish masalani yo'g'initish, tafhim degan yo'g'initish uchun keladi. Chunki biz muslaydim deb o'tgan nekir keltirish masalani yo'g'initishni ifodalaydi. Hudal lil muttaqin. Qur'on haqiqiy Allohdan qo'rqqanlarga nisbatan ajoyib hidoyat. Qur'ondan o'zining ma'noga yo'llaridan hammani topalaydi. Allohdan qo'rqqanlar demakchi. Ajoyib bir hidoyat. Endi Qur'onga nazar tashlamaganlar, Allohdan qo'rqmaganlar topolmaydi tabiiy. Ammo Allohning haqiqiy qo'rqqanlarga nisbatan bizning butun yo'llarini topalaydigan, hayot prinsipini topalaydigan ajoyib katta bir hidoyat, yetakchi. Ma'da bir büyük degan ma'no chiqadi. Yoki haqoratlashusidan shu musnad nekir keltirilishi mumkin. Masalan, al-hasil min hada al-mahal shay. Bu puldan menga hasil bo'lganligini men topgan pulim shu azroq bir narsa, azroq narsa. Shunga shay had vahid degan iboratlar kelib qolsa, buni ko'p ba'zi vaqtlarda, ya'ni maqomning taqosasiga qarab turib, bir oddiy odam yoki kichkina bir narsa, kichkina bir shay degandek ma'nolar bilan tarjima qilamiz. Endi savoqdashimiz davomli askartib, yana askartib o'tay. Tafhim uchun keladi, u uchun keladi, bu uchun keladi degan yerda tarjimada shu xil hukmni birga qo'shib tarjima qilamiz. Shu o'rinda al-hasilli min hadal mal şey degani bu maldan mening erishgani, menga kagani hosil bo'lgani kichkina bir narsa deb kichkina degan gapni qo'shimiz. Hargiz oldimizda tarjimani anglagan odam bu siz kichkina degan gapni nerdan qo'shishni tarjimaga demisun. Chunki balog'atda ma'no chiqadi. Hudalil muttaqinni Allohning qo'rqqanlarga nisbatan ajoyib bir cho'ng bir hidoyat bu desak, nerdan topdingiz bu hidoyatni demisun. Chunki hudaning nekirligidan tafhim chiqadi. Dal biz shu xil tarjimada beytish, tushunchani oshirish uchun o'qiyapmiz balog'atni. 8-incisi, yani musnadning nekir keltirishdagi masala shu bo'lib qoldi. 8-incisi musnadni idofat yoki sifat bilan xos qilib keltirish. Bilmadim, men darsning boshida degan ilmul maani butun nahvi kitoblaridagi, nahvi fandagi jumlalarda yuz beradigan o'zgarishlarning hammaga bir narsa deb chiqadi. Mesela nahvida bayon qilinmagan. Masalan, nahvida muzab bilanlik birikma qurilmalar bor. Buni o'quvchilarimiz biladi. Bu vaqtda shu muzab deb o'tib ketamiz endi. Sifat mavsufli qurilmalar bor. Masalan, musnad ashta muzab bilanlik qurilma bo'lib kelib qolsa, yoki sifatli qurilma bo'lib kelib qolsa, nima ifodalaydi desa, yukhassasul musnad bil idofat aw al wasf degani, musnad idofat yoki sifat bilan xoslanadi. Ma'no bir tarafga, ya'ni asli kengri umumiy doirani egallaydigan ma'no doira jihatda qanday qiladi tarqaladi. Taxsis degan gap doirani tarqalashtirib, ma'lum nuqtaga markazlashtirish degan bo'ladi. Nimishqa bu yerdagi mazmun texmi to'liq onun ikinci yuçuk tepeş yoki tushunishmaslik ahvollari yuz berishidan oldin olish mazmun to'liq bo'lsin uchun xuddi texmo xaslash ziyodatul xusus degan texmo xaslash mazmunning to'liqligini isbotlaydi deb bir qoida va shu qoidada masalan masala qancha keng bo'lgan sari tushuniksiz bo'ladi.
Cümlenin musnad muslay bilekleri qancha amlaşqan sıra, am bolğan sıra ma'nanın özüge aldıgan dairesi kengeyip bizge muayyanlaşadigan uqum iniq muayyanlaşmaydı. Daireni qancha talaştırsak uqum muayyanlaşdı, ma'na muayyanlaşdı. O'quvchilar meni yo'qlab kelibdi-ken, angliq odam qanday tushunadi? Shu o'quvchilar hamda, lekin kim aniq emasda buni muayyanlashtirib o'g'il o'quvchilar bir daraja talashdida bizning sinfdagi o'g'il o'quvchilar o texmi tarlashdi. Mening yaqin etadigan o'g'il saboqdoshlarim texmi talashdi. Eng o'g'il vaqtda Muhammad, Ahmad, Samad desak bo'ldi. Buni qil sig'maydigan aniq mazmun nayti okulda chiqadigan bir holatga keladi. Demak, mazmun anlashgan siri tutuqlashadi, xaslashgan siri muayyanlashadi. Eng xos holat kelib alamiyatga o'zgarsa, eng muayyanlashadigan bir narsaga aylanadi. Men aytayotgandim-ku, izofat degan gap, idofat degan gap, ma'lum om narsani ma'lum bir tarafga bog'lash, nisbat berish degan gap. O'quvchi desa, bir umumiy bir o'quvchi bo'lsa, palana oliy maktabning o'quvchisi desa, o'quvchining doirasi shu oliy maktabga bog'lanadi yoki aqlli o'quvchi desa, aqllilik doirasiga xoslashadi. Bunday qilish jumlaning mazmunini qanday qilish, texmo muayyanlashtirish, aniqlashtirish uchun bo'ladi deb tushunsak bo'ladi. Endi musnadni izofat yoki vasf bilan xos qilib doirani talashtirishni tashlash maqsad nima desa, zohirun mimma sabaq. Yuqorqidan aniq masala. Yuqorqi o'tganlarni aniq, ya'ni yuqorqi mazmun unda chiqmasin degan bir umidimiz bor. Yani aniqlashmasin, muayyanlashmasin, amroq ifodalash maqsadimiz bor. Ma'noning doirasidan tarlashib qilishni xohlamaymiz. Chunki bizning ifodalamoqchi bo'lgan mundayimiz shu. Ya'ni musnadni qaydlashni tashlash, shu mazmunni kengaytirishdan cheklaydigan bir cheklama usul bo'ladiki, biz doirani talashtirsak bo'lmaydigan bir holatda. Yani bizim ifadelemek olduğumuz Ahmet Samet emas, bir bütün o'quvchilar demek olsa, o'quvchilar meni yaxshi ko'radi desak, u yerda men Ahmet Sametga xos qilmoqchi emas. Mening maqsadim bütün o'quvchilar demekchi-da. Bunda holatda albatta mujniga yarasha shaklda izofat kelmasligi kerak, sifat kelmasligi kerak, labzi am shaklda qilib qilishi kerak. Nimishqa maqsadim umumiylikni ifodalamoqchi. Va yoki shuning ehtiyoji bor, undan boshqa, va maylazari undan boshqa har qanday bir sabablar bo'lishi mumkin. Sabablar tufaylidan cümleni aşta şekilde, kayıtsız şekilde keltirishga ihtiyacımız var. Şu noktadan kayıtlar qanaqıldı, taşlandı. Tamam. 9. musnadga munosabatlik 9. mazmun musnadni ma'rifa qilish. Endi bayatdan bir gapni qayta takrorlash to'g'ri keladi. Bayatdan qanday kerak qilish babida men bir ig'iz gapni qildim. Musnad muslay jumlaning ikki bo'lagi. Muslay jumlaning asosiy bo'lak, ya'ni gap boshlanadigan bo'lak, musnad jumlaning mazmun bo'lagi. Ya'ni demakchi bo'lgan muddaoyimiz ifodalanadigan bo'lak, ya'ni xabar bo'lagi deymiz buni. Endi tabiiyki o'zing o'ylab baqsanglar bo'ladi. Bizning tuzgan bir jumlamizda biz boshqalarga biladigan bir nuqtadan gap boshlab turib, bilmaydigan ma'lumotni beramiz. O Ahmadni biladi, uni og'rib qolganligini o'qimaydi. Men deymanki, Ahmad gap nerdan boshlandi? O biladigan Ahmaddan boshlandi, og'rib qolibdi. Ahmad marid. O Ahmadni biladi, maridni o'qimaydi. Jumlaning asli maqsadi dal o biladigan Ahmadga bilmaydigan kasal bo'lib qolibdi deb iborat bo'lgan mazmunni qo'shib qarshi tarafga qanaqa qilish, bildirish muddao. Bu muddaoga mos shaklda bu jumla musnad ma'rifa, musnad nakir kelish kerak. Endi musnad ma'rifa qaschu, ta'rif al-musnad desa, mashki bilakning ma'lum biladigan bilakka aylanadi. Musnad mo qarshi taraf uni biladigan, musnadni qarshi taraf biladigan bilakka aylanib qolgan vaqtda u nima ifodalaydi? Qanday vaqtda qo'limiz buni desa, dal shuna vaqtda qo'limiz. Ya'ni qarshi taraf musnadni biladi, musnadni biladi, ikkisining bog'liqligini o'qimaydi. Masalan, Ahmadni tunuydi. Men bilan birga ketayotgan do'stim. Bayatdan doktorxonaga kirib, aylanib chiqyapti. Ki karvatda bir kasal yetibdi, nayt egri kasalida qarab qo'yib o'tib ketdi. Lekin kasalni ko'rdi juma. Kasalni ko'rdi, Ahmadni biladi. Kasalni ko'rdi biladi. Lekin shu kasalning shu Ahmad ekanligini uqmaydi. Ahmad muslay tarafından buluşluq, iniq. Musnad tarafından iniq. Ahmadni tunuydi o'zaldan.
Ama kesel yögünüp yatqanlar oqşamaqanda bir sebep bilan tunib lekin keselni biladi. Unda Ahmad heliqi kesel şu. Bunda ma'ni ifodalash. Ya'ni qarish taraf boshqa yo'llar bilan biladigan bir hukmni boshqa yo'llar bilan qanaqa qilish unga bildirish. Ahmadni biladi, keselni biladi, Ahmadning shu kesel ekanligini bildirib qo'yish. Bilmaydigan ma'no berish emas, bildigan ma'noni yana bir yo'ldan biladigan narsaga bog'lab berish. Bog'layolmagan tarafni qanaqa qilish, bog'lash. Bir mahalda o'ynab yurgan Ahmadda bir bola bor, meningki. Mening kichik vaqtimda yutib ketgan bir inim bor. İnim bağlıqını bilmə, Ahmadni bilmə, lakin Ahmadning inim ekanligini uqmayman-da, bu menga Ahmad axuq desa, men boshqa yo'llar bilan biladigan ikki hukmni o'tirini bog'lash uchun musnad qanaqa qildi, ma'rif qildi. Asli musnad nega keltirdi? Abdur shunga deyotdi. Va yakun musnadni ma'rif qilish samiqa, ya'ni qarish tarafga uning qashida ma'lum bo'lgan bir ish ustidagi hukmni şununla o'xshash yana bir ish bilan ifodalab berish. Ikki nuqtadan aydın onunga. Yani Ahmadni alamlab yo'ldan tunidi, Ahmad deb yuriydi. Bayatdan kisal karotat bir kisalni ko'rdi. Ma'u laqmana ahdi yo'ldan biladi ma'ni, ma'ni alamiyat yo'ldan, ma'ni ahdi yo'ldan biladi hamda ikkisini qanaq qilish, bog'lab berish. Birisiga ulab berish, ifodalab berish. Uchun boshda ma'rif keltirildi. Shunda qilish yani ma'rifining yo'llarining birisi emas. Masalan, hadal azgim desa bu adam bak büyük adam. Haliqi büyük adam degan gapchi bu. Bak büyük desa xato bo'ladi. Bu haliqi katta adam shu. Hada al-mashhur desa haliqi dang'ish ketgan adam bor-ku. Hada huwa. Mushu shu. Bu hazani biladi. Ismi shotining ko'z oldida bor. Iyada. Haliqi bir adamning dang'ish ketgan adamni birini biladi. Ikkisining bir ekanligini uqmaydi-da. Haza al-mashhur dang'ish ketgan adam shu. Va zalika ar-rajul ash-shahm. An adam shahm şu. Mudalika bir tarafni biladi, yana bir tarafni biladi, ikkisini bog'layolmagan taraf bor. Ma'rif keltirish orqali ikkisini qanday qiladigan gap. Mavqatdan ma'vo deb bunda birisiga bog'lab o'tadigan gap. Yoki samiqa bir hukmning lozimi degani, bayatning hukmning o'zini emas, mazmun degan, endi mazmun o'zi bildiganligini yani ma'lum bir ish ustidagi hukmning lozimini shunga o'xshagan yana bir yo'llar bilan qanaqa qilish ifodalash. Baya biz jumlaning asosiy mazmunini qancha degan kitobning beshida ikki birisi samiqa hukmning jumlaning mazmunini ifodalash yoki o'zini bildiganligini ifodalash. Birisi foydatul xabar, biz lozim foydatul xabar deb o'ylayapmiz. Mayli foydatul xabar, mayli lozim foydatul olsun. Jumlaning ikki tarafini ikki xil yo'llar bilan, ma'rifatning ikki yo'li bilan biladi. Biz ikki yo'lni o'tirib bog'lab beramiz. Mayli foydatul xabar, mayli lozim foydatul xabar. Bayatanga foydatul xabar bo'lsa, hozirgi lozim foydatul xabar. Zaydun nimo axuk, Amrun al-muntaliq esa xuddi o'zini bildiganligini qanaq deb demoqchida, mana shaklda. Ya'ni yuqoridagi mazmun qanday olib chiqadi desa, va zalika o'sha mazmun muntaliq deganni alif lam bilan ma'rif qilish e'tiboranki bu alif lam ya ahdini ifodalaydi, ya jinsni ifodalaydi, ya o'shkisini aksini ifodalaydi. Jinsni ifodalasa tur bo'ladi. Ahdini ifodalasa hilqi bo'ladi. Masalan, ar-rajuldagi alif lam erkishi, bunda erkishi deydi. Bunda shakl ifodalab qolsa u boshqa. Jins ta'rifni e'tibor qilish, jins ta'rifni e'tibor qilib tur, xarakter deb elish bu bir shayga bo'lgan qasr, jinsning bir shayga bo'lgan qasrini ifodalaydi. Ya amaliyotda Zaydun al-amir desa, Zayd haqiqiy bir amir desa, Zayddan boshqa amir yo'q. Haliqa siz biladigan bir amir bor, haliqa bizning amirimiz deb yuradigan bir amir xarakteri va haqiqiy amirlik bor. Zayd shu. Ya'da jins ahdamas, jins ma'vo ham qasr chiqib qoldi bu yerda. Zayddan boshqa nima yo'q. Zayd shu amir shu, undan boshqasi emas degandek. Ya'ni Zayddan boshqa amir bo'lmasa, ba'zida shu jinsni bir shayning ustiga qasr qilishni mubolag'atan degani bayatdan zot Zayddan amiri boshqa amir bo'lmay qolib qolsa bu haqiqatan bo'lsa, ba'zi mubolag'atan ustida Muhammad al-alim desa, mana molla degan Muhammad degan molla mana. Haqiqiy molla. Boshqa mollami bor, ya'ni boshqa olimmi bor, lekin mubolag'a qilib buni bilimining qattiq cho'ng ekanligini deyish uchun mana Muhammad haqiqiy molla mana. Aytdiki, haqiqiy molla al-alim degan alif lam jins bo'lib xarakterini ifodalaydi. Haqiqiy olim degan shu degan ma'noda o'qim. Bu mubolag'atan. Nimishqa desa, shu jinsninki maqsurun alayda mukammallikni ifodalash uchunki jins bo'lgan olimlik yoki amirlikning
Muhammed'de haqiqiy kamal topganligini. Buna molla degan kim Muhammad. Bundan boshqa molla yo'q degandek bir xil. Haqiqiy molla, mukammal molla degandek bir ma'noni ifodalash uchun. Yoki maqsurun alayning jinsdagi Muhammad haqiqiy olim bo'lgan deb, Muhammad olim deb men bayatni bir qiz gapni qilgan darsning boshida. Esingizda bo'lishi mumkin. Ya muslimlarni muslatga qasr qiladi. Muslimlarni muslatga qasr qilgan gap Muhammad zot haqiqiy olim, undan boshqa emas bu. Yoki muslatga qasr qildiki, olim degan Muhammadlar, Muhammaddan boshqa emas. Manda shaklda qasrni ifodalaydi. Masalan, Amrun ash-Shuja'alisa, Amrun ash-Shuja'alisa Amr Botirlam zodi. Zot Amirda Botirlikdan boshqa narsa ko'rgil bo'lmaydi deb muslimlarni nimaga jinsqa maqsurun alay bo'lgan jinsqa qasr qiladi, jinsqa. Ya'ni shajoatli komil degan mana shaklda bo'ladi. Bu yerdagi jumla fayahrujul jumla. Bu yerdagi mana hozir biz ifodalagan akaga misaldagi ma'no qana chiqadi desangiz, jumla shunday bir shaklda chiqadiki, bizga mundaq bir tuhimo xiyolni beradi. Ya'ni shijoat amrdan boshqa topilmaydi. Amrdan batu qahramon deganda. Nima ish qiladi desa, boshqami bor palvon qahramonlar dedi, lekin uning boshqasining qahramonligiga ne hisoblash olmagan. Hisob yo'q. Muhammad al-alim desa, olimlik kim bilan bormi? Boshqa olimmi bor? Masala uni hisob olmaydi degandek mundaq bir uqumni ifodalash uchun mashta ifodalangan gap. Nima ish qiladi desa, u boshqalarning shijoatiningki mukammallik darajasidan tuvan bo'lganlik uchun sadaqat diguvchining hissiyoti bu amaliyat emas, diguvchining hissiyotida. Sadaqat Muhammaddan boshqa bir olim yo'q. Boshqalarning olimligi yetmaydi degan tuyg'uga chiqish va haqiqiy olim degan Muhammad deb Muhammadni olimga yoki olimlikni Muhammadga xos qilib ifodalash mana shu yerdan chiqadi. Demak, saboqdoshlar, gapning poskalisiga qaytadan qaytsak, gapning xulosasiga muslatni ma'rifat qilish normal jumladan g'ayriy ma'no chiqarish uchun. Bu g'ayriy ma'no qaysi desa, biz qarshi tarafga masalani ikki yo'ldan tunishtirish, ikki yo'ldan bildirish uchun. Va undan boshqa shu ikki yo'l muslat va muslay bilingan, tunilgan ikki ta'rifning yo'lini bir-biriga qasr qilib, xos qilishni ifodalash uchun ma'rifat keltiriladi. Unda ulaika humul muflihun degan oyatda ana ashulallar nijot topadi desa, nijotlik shular xillan biriladi yoki ularlar nijot topadi. Ya muslatni muslatga, muslatni muslatga qanaqadir qasr qiladi. Masala taxsis masala chiqadiki, undan boshqalar. Oyatning 5-dagi allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimunas salat va mimma razaqnahum yunfiqun va yu'minuna bima unzila ilayhim shundami oxiratda va bil oxirati hum yuqinun oxiratdagi mushu 5 sifatlanganlar nijot topadi. Undan boshqa tamoq tutmasin degandek ma'noni chiqarish uchun al muflihun demek keladi, ma'rif keladi. Tamam, shu bilan musnadning ma'rif to'g'riliq avtorining ko'z qarashini anglab o'tdik. Endi yana ba'zi bir ulamolarningki bu haqda bizga beradigan ortiqcha mazmunni anglab o'tib ketaylik. Qil dilindi buni deguchi Faxruddin Razi yoki Abu Bakr ibn Abdul Qahir Razi debdim, Muxtar Sahahning avtori. Amrul Muntaliq, al-Muntaliq o'ziga ikki misolni akab qo'yib turib, madam bizga shu to'g'riliq tushuncha berib, ism mubtadaga tayinlangan. Nimishqa ism zotni ifodalaganlar uchun mayl ilgari kelsin, keyin kelsin. Sifat xabarliga tayinlangan. Chunki u nisbiy ishqa dalolat qilganlik uchun. Men bir gapim degan, mubtada xabarining mubtada shirkatning egasi, ya'ni sifatning mavsuf, xabar bir sifatning o'rinda, ya'ni shirkatning o'rinda degan. Madam mushuni asos qilib turib, jumlada kelib qolgan ikki ma'rif bo'lib qolsa, qaysi bir ishning egasi bo'la oladigan xarakterda bo'lib qolsa, ya'ni ism odamning ismi bo'lib qolsa, shu nim bo'lib kelsa mubtada bo'ladi. Va yana bir bilak, ma'rif bo'lgan taqdirdimi, agar xarakterda sharikat sifatning xarakteri bo'lib qolsa, bu xabar bo'ladi deb bekitibdim. Yani qoidadan birinchi chiqadi. Biz bu yuqori degan gapni buzdi bu gap. Bizda yo'qki, agar digijning muddaosi gapni qarshi tarafdan boshlamoqchi bo'lsa, shu mubtada bo'ladi. Zaydunul Muntaliq desa, agar men gapni bayatni ketayotgan birisidan boshlab, bayatni ketayotgan birisi bor-ku, shu amr shu. Demek olsam el-Muntaliq mubtada, amrun xabar bo'ladi. Mening nazarimda, agar gapni amrdan boshlab, amr va ya bayatni ketib qolgani shu. Demek olsam
emir mubtada muntalik xabar oldu. Mening muddaoyim kimdan başlamoqchi bo'lsam shu mubtada bo'ladi. Lekin Abdur da'vatida yo'q. Bu yerda igi xarakteri bor. Şirket sahip olgan, xarakteri olgan, manda bilek qanday olsun, ilgirkesin kinkesin mubtada oladi. Sifat xarakteri var bilek, her qancha ma'rif bo'lib kelsin, nakir bo'lib kelsin, u xabar oladi deydi. Wa rudda rad qilindi bu gap hamda. Wa rad lil musannifki, buni musannif rad qilgan Imom Quzvini. Da'vatida men kitob qarashni debday, ama Abdurning degani sizning gapingiz to'g'ri. Zat mubtada bo'ladi, sifat xabar bo'ladi. Lekin biz ikkinchisi ma'rif bo'lgan holatda qaysidan xolasak, zatni qaysidan xolasak sifatini chiqara olamiz. Qanday chiqarasiz? Amrul al-muntaliqda, masalan al-muntaliq mubtada qilib desa, al-muntaliqdagi al-allazi alif lam allazi ma'nosida g'an kishi degan ma'noni olamiz. Iboyatin ketib qolgan, yo'lda ketayotgan kishi desak, zat qaylanda bu. Helaqa siz anglagan amir degan ismning egisi shu, sahibul ism. Helaqa siz anglayotgan amir ismlik shu desa, sifat yana bunda xarakter chiqaramiz. Ya'ni siz degan gap bo'yicha bu jumlaning o'zida gap qaysidan boshlanish muddaoyimiz bo'lib qolsa, shuni muddo qilaveradi. Deb rad qaytirdi Abdur. Da'vatida qaranglar. Ma'na ash-shakhsul lazi lahu sifa, sahibul ism desak bo'ladi. Ash-shakhsul lazi lahu sifa degan gap, ash-shakhsul lazi lahu intilaq. O ketayotgan odam desak zotga aylanadi. Sahibul ism desak sifatga aylanadi. Ana muntaliq mubtada qilinishi faqat intiloq shunga berilgan shaxs huquqi bilan, ya'ni bu zotga aylandi. Bo'ladi, yajuz bo'ladi. Muntaliq bu ma'no bilan xabar bo'lish vojib emas. Tabiiy chuqum xabar bo'lsin degan olmaydi bu yerda. Zayd ham xabar qilinishda Zayd degan ismning egasidir. Sizlarga anglab ketgan Zayd var ya, shuning egasi shu. Degan hukm chiqaramiz. Bu ma'nodan mubtada bo'lish vojib emas va keskin. Chunki sizning deganingiz to'g'ri. Mubtada zot bo'lish kerak. Jumlaning egasi o'g'irchiqa. Xabar sifat xarakterini o'ziga. Lekin biz ikkalasi ma'ruf bo'lgan ahvol asida qaysini xohlasak zot, qaysini xohlasak sifat qilib bo'ladi bu yerda. Mushkuli yo'q, sorun yo'q bu yerda. Tamam, shuning bilan musnadning ma'rif qilinish ahvoli oxirlashdi. Endi biz kitobimizning 5-dan ancha mujlab o'tgan grammatik kitoblardan buni takror o'quvchilarga deb so'zladik o'z vaqtida. Arab tilidagi jumla ismiya, fi'liya deb ishga bilingandan keyin fi'liyaning nurg'un qaydlari bo'ladi, mutaalliqatlari bo'ladi. Buni bir-biriga so'zladik. Qolganlarini mutaalliqatul fil so'zlaymiz. Endi ismiya bo'lib qolgan vaqtida mubtada xabar bilak, ya'ni musnad bilak 4 xil keladi. Mufrad, jumla fi'liya va jumla ismiya, undan keyin shibhi jumla. 4 xil shaklda xabar keladi. Mufrad kelgan vaqtda biz qaysi kuni ifroduhu deb oldingi darsda jumlada bağlanışlıq başqa tarafga mazmunning bo'lmaganligi uchun mustaqil yolg'iz bilak bo'lganligi uchun mufrad keltirildi. Endi jumla o'tishligini jumla ismiya yoki nima bo'lib qolsa, jumla fi'liya bo'lib qolsa, qanday ma'no chiqadi degan bir ma'no. Davatudi, diqqat. Hatto bu attiyani ifodaladi. Muhammad qaimun yoki talibun desak, Muhammad bir o'quvchi. Ibodatdagi mufrad xabar ma'u talibun, Muhammad yadrus fil jami'a desa, yadrus jumla. Talibun desinden buludu, yadrus desinden buludu. Muhammed qaimun desinden buludu, Muhammed qame desinden buludu. Muhammed qaimun desinden buludu, Muhammed yaqumu desinden buludu. Farkı ne bununki dese, davatudu, cümle obçuyuşu, musnetni, musliga ispatlaş olgan hükümlü kuşlanış ki, mezmununu kuşlandırış. Cümleden mezmun kuşlanırdı. Yoki isbotlanmaslik mazmunni kuchlantirish. Mayli jumla musbat bo'lib qolsa isbot. Jumla bulishib qolib qolsa isbotlanish, bulishib bo'lib qolsa isbotlanmaslik bu hammalar biladigan masala. Mayli isbotlansa isbotlanmasin degani, ya'ni bulishlik jumlasi, bulishsiz jumlasi o'tirib bir mazmun bor. Bo'ldi, bo'lmadi. U emas deydigan. Shu mazmunni ta'kidlash uchun jumla shaklida keltiriladi musnad. Masalan, bunu biz muslayninki taqdim babidimi isnod takror. Zaydun qaimida isnod takror emas, yoki pildek takror emas, takror bo'lsa-mu, Zaydun muqamida isnod takror. Yoki aqallisi Zaydun talibun isnod takror emas,
Zeydun qamı desa tekrar şoňa höküm güçlüňi dojum namaz güçlü şu gep şu ýana. Masalan, Zeydun qamı, ma Zeydun qamı. Birisi musbat birisi menfi bu çoň meselesi go. Her ikisinde bir höküm bar. Manada turdy, manada tumudy diýdigan. Şu hökümni güçlendiriş üçin şoňaşma orunda habar pil şekilde geldi. Zeydun qaimun okurga wagtda Zeydun qamı diýen jumlaň mazmuny güçlü boldy. Bu bir sebep cümleni musnatly cümle şekilde keltirişden yoki musnat sebebi ýoklugy üçinki musnat bilek anda mustaqil bir mazmunlyk bilek emas, balki musnatga bağlanıp turup ma'na ifadelaydigan bağlançysı var bilek. Yani sebebi degen bir tarafga bağlanýan nisbi bilek. Zeydun Abu Muntaliqun dese men dawamly dawatyma musnat bizge asasy mazmuny ifadelap turadigan bir uqumny beradigan bilek ya. Musnatning uqumy musnatga bevasita çetilmasın belki münasibetlik çetildi. Yani münasibetlik mazmun. Qarasaňlar Zeydning dadysi ketdi yoki ketken dese cümlenin mazmunu nima boldy hesapda dadysynyň ketgenligi. Lekin bu mazmun Zeydning şerketi emas. Zeydge bevasita bağlanýan şerket olmasdan münasibetlik bağlanýan. Münasibetlik bağlanýan bir mazmun şu manany çykyryş üçin asli Zeydun dadysını bir vasıta däwäsin bolýardy. Şu Zeydun dadysynyň ismi Amtahyn ketdi isim boldygan neme. Lekin Zeydga baglanyşlyk ekenligini, münasibetlik ekenligini çykyryş üçin musnatly cümle şeklinde keltirip Zeydun Abuhu Muntaliqun dep mınday ifadelaydigan gep. Zeydun Abu Qaymun degan okşaş mesele. Yani şu musnatly mufrat keltirişde ötken hökümni güçlendirişiniň bolmaslygy bilen sebebi emas bolganlyk üçin bir gep tutup biz hökümni musnatly ifrat keltirişde iki xil sebep bayan qilgan, birisi hökümni güçlendirmeslik, yani birisi sebebi olmaslyk. Şu gepning ayni tätirisi bu şerde. Ayada mufrat keltirişde hökümni güçlendirmegende güçlendirdik, cümle keltirişde hökümni, yani cümlenin mazmununu güçlendiriş üçin tutup. Ayada gayri sebebi bolganlyk üçin depdik, mayli sebebi bolganlyk üçin degen. Endi sebebi degen gepni bir çenrip koýan sizlerge. Bu nima degen gep bu dese Zeydun talibun dese, taliplik, okuguçuluk degan mazmun bir vasıta kimning işi? Zeydga münasibetlik iş. Bir vasıta. Muhammed mudarrisun dese, okutguçuluk bir vasıta Muhammedning işi. Endi cümle o vaqtida cümlede mustaqil ayrım bir Muhammed'in ayrım bir şerket süpet ya bir mazmun bar bu ýerde. Mazmun bivasıta yollar emas, vasıtlyk yollar bilen Muhammed'e münasibetlik. Muhammed Abu Alimun dese, bir ifadelemekçi olurumuz dadysynyň alimligi. Dadysynyň alimligi ayrım bir mazmun, lekin bu mazmun Muhammed'in dadysy uluskutu bilen bir tarapdan vasıtsız bir bivasıta emas, vasıtlyk şekilde bağlanady Muhammed'e. Asly alim bolguçy dadysy, lekin bu dadysy alim bolguçy kimning dadysy Muhammed'in dadysydan vasıtlyk şekilde bağlanady. Maşda mazmuny ifadelä wagtymyzda andakin musnatly nima keltirimiz? Cümle şekilde keltirimiz. Endi bir gap neni askar tutmay belki bunu bilse demesem bolady. Aýadyky ifrat keltiriş degeni ikkilik, köplükniň qarşysydyky ifrat emas. Belki cümlenin karşısındaki ifrat. Çünkü nahvi kitaplarımızda bekcik çöndürümüz adatda sübetinin mevsubunun sübetleri, zulhalının halları, mubtadanın haberleri davam şu mezmun ifadelaydigan bilek, musnad bileklerinin hemmisi dört xilga bölünüdü. Ya mufrat oludu. Hemmisi sübet, mevsubdaki sübet, zulhaldaki hal, mubtada haberdeki haber yoki cümle ismiye, cümle fiiliye yoki şibih cümle oldu. Muşu töwetde bir qata qarşı hukumlar. İfrat desek cümlenin qarşısı, şibih cümlenin qarşısı, ikilik köplüknin qarşısı mesela cümle. Ve tekunul cümletu vaqi'atu musnadan. Musnad düşken cümle endi gepga keldik. Men hazır dedim go cümle musnad bilek ya ifrat oludu. Bunu biz bayan qildik. Cümle oludu. Cümle oluşunun çoğ sebebini bayan qildik hazır. Endi cümle ismiye yoki fi'liye oludu. Bunu biz emine depolaqliq ismiye subutni ifadelaydi. Fi'liye tajaddudni ifadelaydi, hudusni ifadelaydi deb biz depolaqliq bunuchu. Dawud turamdi. Yani musnad düşken cümle ismi yok qalsa. İsmi yok qalsa subutni. Subut degan turaqligi, muqim. Fi'li yok qalsa tajaddudni ifadalashga harakat bilan yuz berdi. Bayatın yoktu, hazır boldu, tünügün yoktu, bugün boldu buna yüz bergen iş. Turaqlıq emas. Şart yok qalsa, şart vasıtlardan hasıl olgan xilma-xil itibarlar yüzündegini indin çıksa cazmiyet yok. İzadın çıksa cazmiyet var, lavdın çıksa mahal ötken işler.
inkar qilish, indin chiqsa az yuz beradigan ish, izohchi ko'p yuz. Bularni so'zlab bo'ldik biz oldingi darslarda. Zarfli bo'lib qolsa, men bayat degan shibi jumla degani shu. Fe'lning qisqartirilmasi zaten zarf jumlalarda ko'pincha ulamolarning nazarida, nahv ulamolarida fe'l yushur bo'ladi har qanday zarfda. Fe'l yushur degan gap o'zi bir qisqa qurilma, ammo undan fe'l ma'nosini o'z ichiga olgan kengri bir ma'no degan gapda fe'lilikni qisqartirish yuzidan bo'ladi. Chunki u asah fikr bo'yicha fe'l yushur qilingan bo'ladi. Buni biz nahv misolda so'zlab qo'yamiz mazmunlarni. Zarf degan bizning zaydun indak degan so'zimizdagi zarf masalan pil taqdir qilingan bo'ladi. Asah fikr bo'yicha jumlaning mazmunida bu nim bo'ldi desa, ism bilan emas, balki jumlaning mazmunida bo'ladi. Shu indak degan mushu qurilma jumla deb tushunamiz buni. Jumlaning mazmunida bo'ladi. Ta'vilil jumla degani jumlaning uqumida bo'ladi, ismning uqumida emas. Bu ismni uqumlab qolsa, mufratning ta'vilida bo'lib qoladi. Bu bunda emas bu yerda. Bunda emas. Endi demakchi o'g'ini Abeş qarasang, iz hiya muqaddaratun bil fi'li. Zarflarda fil taqdir qilingan bo'ladi. Masalan, bizning zaydun inda kirgan so'zning o'xshidagi zarf asah fikrga asosan fil taqdir qilingan bo'ladi. Bu jumlaning ma'nosida bo'ladi. Ism taqdir qilingan bo'lmaydi. Mufratning ta'vilida bo'lish uchun degani ism taqdir qilinib qolsa mufratning ta'vilida mufrat deb tushunatdik, lekin fil taqdir qilinadi. Shunga buni biz jumla deb muomala qilamiz. Jumla haqida bayon qilgan butun mazmunlarning hammasi mushaga qanaqasi bo'ladi, uyg'un kelsa bo'ladi. Endi keldik 11-mazmun musnadni muakhar qilish. Biz musnadni muqaddam qilish babida tafsili jumlaning musnadlay bilaki jumlaning oldida gap qolsa nimalarni ifodalaydi, bu yerdagi Abdul Qahirning fikrini, Musakkakining fikrini, Ibn Malikning fikrini tafsili bayon etdik. Ona qayta takrorlab o'tmaymiz. Musnad muqaddam bo'ldi degan gap avtomatik holatda musnad muakhar oldi degan gap. Unda musnadning muakhar qilinishi nima uchun desa, yuqorqi musnadning muqaddam qilinishi bayon qilgan e'tiborlar uchun. Endi uningdan boshqa yangi gap nima desa, musnad muakhar qilinadi. Musnadning zikri muhim bo'lsa deb qo'yib turibdir. Bu bir gap amaliyotda eng muhimi musnadning muqaddam qilinishda bayon qilinayotgan e'tiborlar va ya shu e'tiborlar asosida musnad muakhar qilinadi. Al-ilmu khayru minal mal deb bir dimsam bo'lmas deb akab qo'ygan, akab qo'yibdi bu yerga. Ya'ni asli maqsad oyadiki. Ondan keyin musnadni muqaddam qilish babiga kelsak, musnad muakhar bo'lsa, musnad muqaddam bo'ladi. Biz musnad babida musnadga ishorat qilib qo'ygan, endi Abdur qanchalik gap qiladi bu yerda qarab boqaylik. Musnad tuvandagi maqsadlardan ma'lum bir maqsad tufaylidan muqaddam qilinib birisi musnadga xos qilish. Musnadga xos qilish degani musnadni musnadga lam to'xtatish. Musnad musnadga lam xos bo'lgan gap musnad shu musnad lam qiladi. Masalan, la fiha g'awlun. Ma'ayatki musnad g'awlun bo'ladi. Fiha musnad bo'ladi. G'awlun musnad turib keyinida fiha musnad turib oldida keldi. Sabab mushu fihani, fiha degan gap ba degan gap, laning kirishi bilan yo'q degan bo'ladi. Yo'qlik musnadga lam xoski, ya'ni g'awl g'avlga xos. Ya'ni yig'ib akasak tirnoqning ichidagi cho'jiga qarasak, musnadga qasr qilinadi degani musnad g'avl emasmi? G'avlning yo'qligi, ko'ngilni elishtirish, aqlni tutib olish, aqlni kesishning yo'qligi jannatning sharoblariga xos. Undan boshqa sharoblarning hammasi hatto dunyoda biz ichayotgan oddiy suvchilik jiqroq chiqmoqni qanday qilgan ilashtirdi sizlarni. Ziyon qiladi har holda qanday bo'lsa. Odamga ma'lum darajada zarar bor. Ama jannatning ichida bunday emas. Degan hukmni ifodalash uchun taxsis chiqarmoqda shu o'rinda. Ya'ni muslimlarni musnadga qasr qilish, g'avlning yo'qligi jannatning sharoblariga bilan xos demakchi. Shu boshqa tarjima qilgan vaqtda dunyoning ichimliklarining aksicha degan gapni qo'shib qo'ymiz. Chunki qasrdan bir musbat qarshi tarafidagi manfiy ma'no tang chiqadi. Qasrning alohidligi shu. Shu boshqa Abdur kaynida bi xilaf xamr dunyo deb ma'no ortiq izohlab qo'yadi. Chunki dunyoning ichimliklari, xumurud dunyo aqlni ilashtiradi, aqlni epkitadi masalan. Shunlashqa mushta ma'ni chiqib qoladigan bo'lg'achqa töndik oyatdagi zarf muqaddam kamaglik. La rayba fihda la fihi rayb demaglik. Chunki bu yerda qasr chiqish muddaoy. Qasr chiqib qolgandan keyin nima bo'ladi? Qur'ondan boshqa kitoblarning hammasi shakva degan bo'ladi. Holbuki Qur'ondan boshqami Allohning tarafidan tushgan samoviy kitoblar. Keyin o'zgartirilgan bo'lsa-mu, lekin tushgan vaqtda Qur'onga o'xshash shak yo'q bo'ladi.
Miyada qasr chiqish muddasi bo'lmag'achqa muslimlar o'z o'rnini kelyapti, muslimlar keyin kelyapti. Agar muqaddam qilinsa biz bayat deganda qasr chiqib qoladi. Ya'ni Allohning kitobining qolganlarida shak isbotlashni ifotlab qo'ymaslik uchun. Men dedim ya, qasrdan ikki ma'no chiqadi. Birisi jumladan chiqayotgan musbat ma'no, yana birisi uning qarshilisidagi manfiy ma'no. Qasrning alohidligi shu, bo'lmasa bekor qasr qilib o'tmaymiz. Qasr kelmagan jumla tub-tuzlam jumla. Masalan, Muhammad talibun o'quvchi tugidi. Laysa Muhammadun illa talib desa, Muhammad o'quvchilar, o'qituvchi emas deb ma'no billa chiqadi. Ya uning qarshisiga boshqa kasb billa chiqadi masalan. Bu birinchi ifodalamoqchi bo'lgan mazmun musnaddan muqaddam qilinishi. Ikkinchisi ishning beshidla min avval al-amr degan ishning beshidla buning xabar sifat emas ekanligiga qanaqani eskartish. Odatda arab tilidagi ba'zi jumlalar xarakter jihatda elish qildi ahvollar. Sifat modu, xabar modu degandekchi. Oldingizni ochib aytgandan keyin sifatlik xarakteri yo'q. Ehtimol chunki sifat mavsumning oldiga o'tmaydi. Masalan, qarab boqaylik. Hasan ibn Sabitning payg'ambar alayhisalom maqtab aytgan bir shirsi va lahu himamun la muntaha likibariha va himmatuhu sughra ajal dahr. Payg'ambar alayhisalomning buyuk nurg'un himmatlari bo'lib, uning cho'ngining cheki yo'q. Kichik himmat bo'lsa-mu dunyodan buyukdir. O'shada lahu himamun asasi himamun lahu. Himamun mubtada. Nekir kelish kerak. Ko'pni ifodalash uchun, ko'plikni ifodalash uchun nekir kelish kerak. Nekir kelgan holatda lahu keyinni kelib qolsa, nekirdan keyin kelgan shibhi jumla va jumlaning hammasi sifat hisoblanadi. Ya'ni sifat qilish ehtimoli bor, ammo bu xabar. Andan keyin xabarlikni keskin ifodalab sifat emasligini ifodalash uchun lahu deb lahuni oldiga o'tkazdik. Sifat mavsuflik ehtimoli yo'q edi. Chunki sifat mavsufning doimo keyinni keldi, oldida keldimi, sifat emas. Agar imamul lahu degan bo'lsa, lahu oldidigining sifati degan vahmi kelib qoladi. Latuhima. Uchinchi mazmun tafaul, bir xil umid, orzu, yaxshi qarash, yaxshi umidga to'lish degandek ma'nolarni ifodalash. Chunki musnadda bir hukmlar o'ziga ilingan bo'lsa, sa'idat bi ghurrati wajhika al-ayyam wa tazayyanat bi liqa'ika al-a'wam. Sening yuzingning nuridan kunlar baxtga to'ldi. Sen bilan ushurish bilan yillar zinatlandi, zinatga to'ldi desa, sa'idat deb mushu fe'lni oldida musnadni boshlashi bir xil boshqalarga nisbatan saodat gepi burun alınğandan keyin bir xil umid odamga anglamoq qilan darhallam tug'iladi. Bu odamning ichki hissiyoti, ichki mingisiga ta'sir qiladigan bir omillar. To'rtinchisi muslayning zikriga qiziqtirish. Qanday vaqtda bo'ladi bu desa, ko'p hollarda musnadni deb qo'yib, musnaddan muslayni o'tirsa sal fasil, orliq uzrab ketgan vaqtida muslayga qiziqish yuz berdi. Masalan, voy yomon urvatdi desam, voy kim u desa demayman. Yo'lda ketyapsam dahshat urati deyman. Bir nuqibdan tishini jigizvatdi. Taraf yiqilib qoldi desam, qarshi taraf tipirilib turolmaylam qaradi. Voy kim u demamsa deydigan. Mushtaq bir holatlarni keltirish uchun musnad muqaddam qilinadi. Ya'ni bir qism balog'atchilarning nazarida mushohalatda cho'qim musnadla muslayni o'tirdiki jumla fasil uzun bo'lishi kerak. Endi uzatish vojib emas kaskan, lekin bo'lishi go'zal. Yustahsan vujudu halgin bo'lishi go'zal. Qancha uzun bo'lsa, muslayga shuncha qiziqish ish boradigan gap. Masalan, afdalun nas kishilarning eng yaxshisi mutlaq deb gapni uzatib turganlar kim deydi? Muhammad Zayd degandakchi. Bugun bizning sinfimizdan bir o'quvchi mukofotlanadi. O'quvchilarning hammasining quloqqa diring davlatda kim bu deb. Bu o'quvchimiz sinfimizga sharaf keltirdi. Hammasi ichki hissiyotida sekund ichida o'zini shu maqomga bir qo'yib chiqib turadi-da, men nima yoki men demanmi deydigan kim bu? Bir xil qiziqishda og'risda faloni desamdan keyin ishga joyiga tushadigan gap. Muhammad ibn Vahibninki Mu'tasimni maqtagan bir shirsi var. Salasatun 3 turli kishi var. Tushriqu dunya bi bahjatiha. Bularning nuridan dunyo nurga to'ladi. Kimdi bu amdi? Shamsud duha va Abu Ishaq val qamar. Birisi chashka vaqtining quyoshi, birisi Abu Ishaq shu Mu'tasim billarni demakchi. Yana birisi debda bir jumlada musnadni keltirib, muslayni oxirida keltirib, qarish talabga nisbatan bir xil
tutuluşunu, intilish, kimdu deydigan bir xil tuyg'uni keltirish uchun mana shaklda keltirildi. Shuning bilan musnadning ahvolini tugadi. Abturmiyada naytdi qisqacha bir ogohlantirishni birini bir bu ogohlantirishni men sizlarga rat deb bo'ldim. Yuqorqi muslayda bo'lsin, musnad bo'lsin so'zlangan holatlar, shu holatni ifodalangan ma'no bir xil maqomlarga keltirilgan jumla shakllarning hammasi musnad muslay deb turib so'zlangan bilan amaliy jumlaning har qaysi bilaklarida umumiy qo'llanilishi bo'ladi. Abtur davotida buni tanbih, eskartish. Mushu babda tilg'ilingan ko'pincha narsalar, ya'ni musnadning ahvoli va uning oldidagi babda muslayning ahvoli so'zlangan ko'pincha mazmunlar aslida bu ishga xos emas. Mayli zikr olsun, hasb olsun, bundan boshqa qismlar olsun. Zirak odam wal fatinu zaki ida atqana i'tibar zalik fihima. Shu ishkisda shu ahvollarni e'tiborga elishni puxta qilsa degan gap, yana puxta o'zlashtira olsa, puxta moslashtira olsa, onunğa o işkisinin gayredeki itibarı məxfi emasligini bu holatdagi ifodalangan mazmunlar boshqa yerga gap qasmi qanaqlalaydi bilalaydi deydi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.